Yo'l harakati qoidalari nechta bob va banddan iborat? Yo'l harakati qoidalari 29 ta bob, 186 ta banddan iborat. Vazirlar Mahkamasining 172-sonli qaroriga muvofiq yo'l harakati qoidalari nechta banddan iborat? Demak, 186 ta banddan iborat ekan. Qoidalarda nechta tushuncha va atamalardan foydalaniladi? Hozir sizlar bilan demak atamalar mavzusini o'tamiz. Biz umumiy yo'l harakati qoidalarida 77 ta atama va qoidalar o'tamiz. Hozir sizlar bilan testda tushadigan atamalar bilan tanishib chiqamiz. Demak, birinchi terminimiz bu ajratuvchi mintaqa ekan. Ajratuvchi mintaqa bu nima? Mana ko'rsatib yozilgan yo'lning yonma-yon joylashgan qatnov qismlarini ajratuvchi, transport vositalarining harakatlanish yoki to'xtash uchun mo'ljallanmagan, ya'ni harakatlanish yoki to'xtash uchun mo'ljallanmagan yo'l sathidan ko'tarilgan, mana yo'l sathidan, mana yo'l sathi bo'lsa, undan ko'tarilgan maysazor, mana yoki ariq yoki mana to'siq bilan ajratilgan baland qismiga ajratuvchi mintaqa deyilar ekan. Ya'ni ajratuvchi mintaqa mana yo to'siqlar bilan bo'lar ekan yoki maysazor bo'lar ekan yoki ariq bo'lar ekan. Xo'p, savol keladi. Ajratuvchi mintaqa qaysi biri? Mana ko'rsatib qo'yamiz. Ajratuvchi mintaqani yo'l sathida mana baland maysazor yoki to'siqlar bilan ajratib qo'yiladi. To'g'ri javob qaysi bo'ladi? To'g'ri javob yo'lning yonma-yon joylashgan qatnov qismini ajratuvchi transport vositalarining harakatlanish uchun yoki to'xtash uchun mo'ljallanmagan yo'l sathidan ko'tarilgan maysazor yoki ariq maxsus to'siq bilan ajratilgan baland qismiga nima deyilar ekan? Ajratuvchi mintaqa deyilar ekan. Mana. Qaysi rasmda ajratuvchi mintaqa bor? To'g'ri javob bu yerda o'ngdagi rasmda, mana ko'rib turganlaringizdek o'ngdagi rasmda ajratuvchi mintaqa bor, chunki mana baland qism bor. Bu yerda ajratuvchi mintaqa yo'q. Keyingisi, qaysi rasmda ajratuvchi mintaqa bor? Hech qaysida. Chunki o'rtada mana baland ko'tarilgan maysazor yo'q, hech qaysida yo'q. Keyingisi, mana bu yo'limiz, yo'l deyiladi bu. Yo'l endi nimalardan tashkil topgan ko'rib chiqamiz. Yo'l qatnov qismlaridan tashkil topgan, ya'ni avtomobillar, ya'ni relsiz transport vositalarining harakatlanish uchun mo'ljallangan qismiga qatnov qismi deyiladi. Ya'ni o'zimiz tilimizda aytganimizda asfalt bo'ladi. Bu yerda avtomobillar harakatlanadi. Endi ko'rib turibsizlar, mana bu yerda ikkita qatnov qismi bor, ajratuvchi mintaqa bo'lgani uchun, mana bu yerda tepada ajratuvchi mintaqa yo'q bo'lgani uchun, u yerda qatnov qismi bitta. Tushunarli? Demak, bu qatnov qismi harakatlanish tasmalaridan iborat ekan. Demak, mana bular harakatlanish tasmalari deyilar ekan. Keyingisi, mana bu ajratuvchi mintaqa. Mana boya aytgandek, bu mana ikkita tomoni esa nima deyilar ekan? Yo'lning yoqasi deyilar ekan. Yo'lning yoqasi bu harakatlanish uchun mo'ljallanmaydi, lekin avtomobillar to'xtasa va to'xtab tursa bo'ladi. Bu yo'lning yoqasi deyiladi. Yana tushuntirib o'taman, bu umumiy hammasi yo'l yoqasini qo'shib hisobga olganda bu yo'l deyiladi. Yo'l qatnov qismidan iborat. Yo'lda bitta qatnov qismi bor, ikkita qatnov qismi bor. Bu narsani hal qilgan narsa ajratuvchi mintaqa. Agar o'rtada ajratuvchi mintaqa bo'lsa, ikkita qatnov qismi bo'ladi. Agar o'rtada ajratuvchi mintaqa bo'lmasa, bu bitta qatnov qismi bo'ladi. Qarama-qarshilarni ajratib turuvchi narsa, biz bilan qarama-qarshini ajratuvchi narsa, bu narsa oqim deyiladi. Bizda oqim, qarama-qarshi oqim, bu narsa yoki yo'l chizig'i bilan ajratiladi yoki ajratuvchi mintaqa bilan ajratiladi. Bu narsa oqim deyiladi. Mana bular oqim deyiladi mana. Yana tushuntirib o'taman, agar yo'lda ikkita qatnov qismi bo'lishining sababi o'rtada ajratuvchi mintaqa bo'lsa, ikkita qatnov qismi bo'lar ekan. Agar o'rtada ajratuvchi mintaqa bo'lmasa, bu bitta qatnov qismi bo'lar ekan. Mana hozir bu yerda bitta qatnov qismi. Mana hamma yo'llarning tarkibi nimaga kirib ketgani ko'rsatilgan. Qarama-qarshini bo'lib turuvchi narsa bu oqim. Mana bu yerda ham ikkita oqim bor, bu yerda ham ikkita oqim bor. Tasavvur qiling, bu yerda ikkita oqim, ikkita qatnov qismi, 4 ta tasma bor. Bu yerda ikkita oqim, lekin bitta qatnov qismi, 4 ta tasma bor bu yerda. Mana bular tasmalar deyiladi. Harakatlanish tasmalari. Eski qoidada harakatlanish bo'lak deb yuritilgan. Shuning uchun mana yo'lning qatnov qismiga nima deyiladi deyilyapti? Yo'lning qatnov qismiga yo'lning relsiz transport vositalari harakatlanadigan mo'ljallangan qismiga, demak, yo'lning qatnov qismi deyiladi. Qaysi rasmda ikkita qatnov qismiga ega bo'lgan yo'l ko'rsatilgan? Savol tushyapti. Qaysi rasmda ikkita qatnov qismiga ega bo'lgan yo'l ko'rsatilgan deyapti.
O'rtada ajratuvchi mintaqa bormi? Yo'q. Demak, to'g'ri javob nima bo'lar ekan? Hech qaysi rasmda bo'lmas ekan. Yo'l nechta qatnov qismiga ega ekan? Nimaga? Ajratuvchi. O'rtada ajratuvchi mintaqa bo'lmagani uchun. Ushbu yo'l nechta harakatlanish bo'lagiga ega ekan? Ya'ni harakatlanish tasmasiga ega ekan demoqchi. Ya'ni bu yerda bitta avtomobil sig'ayaptimi? Bu yerda ikkita mototsikl, bitta avtomobil sig'adimi? Demak, ikkita tasma bor ekan. Bitta qarama-qarshi tasma, qarama-qarshi oqimdan kelayotgan tasma va bizani o'zimizni harakatlanishimiz uchun mumkin tasma. Ikkita tasma bor ekan bu yerda. Eski qoida bo'yicha bo'lak bo'lib ketgan, shuning uchun bo'lak degan javob ketgan. Bu yerda nechta tasma bor deb savol tushyapti. E'tibor beringlar, tasma bor yo'qligini yo'l chiziqlari bilan ajratamiz yoki yo'l belgilari bilan ajratamiz. Bu yerda yo'l chiziqlari bo'lmagani uchun biz yo'l belgilariga bo'ysunamiz. Mana yo'l belgilari bo'lmasa ham qanaqa ajratishni hozir tushuntiraman. Bu yerda yo'l belgisi ikkita ekan, lekin avtomobillar uchta turibdi. Bu yerda bu yerda asosiy yo'l anaqa ikkita tasma bor bu yerda. Demak, ikkita tasma bor ekan. Yo'l belgisi ikkita ekan. Mana bu yerda nechta tasma bor deyilyapti. Bu yerda ko'rib turibsizlar, yo'l belgisi ham, yo'l chizig'i ham yo'q, lekin 3 ta avtomobil bemalol sig'ayotgani uchun bu yerda 3 ta tasma bor bu yerda. Agar tasma, yo'l chizig'i ham, yo'l belgisi ham bo'lmaydigan bo'lsa, avtomobillar o'zi yo'lni uzunligini o'lchab ko'rib, nechta avtomobil sig'ishini chamalab ko'rib, o'zlari belgilaydi va ular orasidagi masofani o'lchab ko'rib. Savol: qaysi rasmda 4 ta tasmali yo'l ko'rsatilgan? Demak, tasma deganda har bitta mana polosalar soni aytiladi. Bu yerda demak, tepadagi birinchi rasmda ham 4 ta tasma bor, uchinchi rasmda ham 4 ta tasma bor, ikkinchi rasmda tasmalar yo'q. Lekin yo'l belgisi bor. Mana bu yo'l chizig'i bor. Mana bu yo'l chizig'i ikkita, demak, sidirg'a chiziq. Bu 4 ta va undan ortiq bo'lgan yo'l tasmalardan iborat bo'lgan yo'llarga qo'yiladi. Demak, to'g'ri javob barchasida 4 ta tasmali yo'l ko'rsatilgan ekan. Keyingisi, asosiy yo'l nima? Asosiy yo'l bu tuproqli yo'lga nisbatan qattiq qoplamali kesishayotgan va yoki tutashayotgan yo'lga nisbatan 2-1 dan 2-3 ga yoki 5-1 yo'l belgilari bilan belgilangan yondosh hududidan chiqayotgan yo'lga nisbatan har qanday yo'lga asosiy yo'l deyilar ekan. Ikkinchi darajaning bevosita chorrahaga tutash qismining qoplamali bo'lishi uning asosiy yo'l bilan teng huquqli qilmaydi, deyapti. Mana asosiy yo'lda mana avtomobillar bu yerda o'ng qo'l qoidasi bo'yicha birinchi o'tib ketdi. Mana bu yerda agar mana qoplamasi boshqacha bo'lyapti, shu yerda mana avtomobillar asosiy yo'ldagilar birinchi o'tib ketdi, chunki yashil avtomobil qoplamasi boshqacha edi, asfalt edi, shuning uchun birinchi o'tib ketdi. Endi mana bu oxirgi yozilgan gapni mana bu yerda kichkina qilib aytib qo'yapti, mana sariqda qilingan gapni. Ya'ni ozginagina asfalt qilingan narsa bu uni asosiy qilmaydi, deyapti. Ozgina asfalt qilingan narsa buni asosiy qilmaydi. Birinchi asosiy yo'ldagi birinchi o'tadi. Xuddi shu narsani mana bu yerda ham xuddi shunaqa asosiy yo'ldan kelyapti avtomobil. Asosiy yo'ldan kelyapti. Bu asosiy yo'lga chiqdi endi. Bu ikkinchi darajadan chiqdi. Bu uni asosiy qilmaydi. Bu yerda kim birinchi harakatlanadi? Birinchi yashil avtomobil harakatlanadi, keyin esa sariq. Ya'ni yashil avtomobil chapga ketyapti, birinchi o'tadi. Ya'ni bunga yo'l berishga shart emas. Agar bu ham asosiy yo'l bo'lganda edi, yashil avtomobil yo'l berar edi. Qaysi avtomobil haydovchisi yo'l berish kerak? Bu yerda qizil avtomobil haydovchisi yo'l berish kerak, chunki u asosiy yo'lga endi chiqdi, u ikkinchi darajali yo'ldan chiqdi mana. Keyin mana boyaga aytayotganim, agar tuproqli yo'lda bevosita chorraha holda to'shamali qismi bo'lsa, bu ahamiyat jihatidan kesib o'tayotgan yo'l qismi bilan teng huquqli qiladimi desa, yo'q degan javob. Mana ozgina asfalt qilingan joy bu asosiy yo'l bilan uni teng qilmaydi. Bu yoq ikkinchi darajali yo'ldan chiqyapti. Keyingisi, qaysi yo'l asosiy hisoblanadi? Boya aytgandek, tuproqli yo'lga nisbatan qattiq qoplamali yoki tegishli belgilar bilan belgilangan yo'lga asosiy yo'l deyiladi mana. Mana bu asosiy yo'l deyiladi. Asosiy yo'l mana tuproqli yo'lga nisbatan qattiq qoplamali yo'l. Bular asosiy yo'l deyiladi. Kimlar yo'l harakati qatnashchisi hisoblanadi? Yo'l harakati qatnashchisi bular piyodalar, yo'lovchilar va haydovchilar. Bular hammasi yo'l harakati jarayonida transport vositasining haydovchisi yoki yo'lovchisi yoki piyoda tariqasida bevosita ishtirok etayotgan shaxsga yo'l harakati qatnashchisi deyiladi. Xo'p, keyingisi, majburiy to'xtagan haydovchi qanday choralarni ko'rish kerak? Mana majburiy to'xtab qoldik, buzilib qoldik, nimalar qilish kerak? Birinchi navbatda falokat yorug'lik ishoralari yoqish kerak, avariykalarni yoqish kerak. U yo'q bo'lsa, nosoz bo'lsa,
Falokat sabab belgisi, to'xtash belgisini o'rnatish kerak. Mana bu narsa falokat sabab to'xtash belgisi deyiladi, avariyniy znak deyiladi. Keyin aholi punktlaridan 15 metrdan kam bo'lmagan joyda, aholi punktlaridan tashqarida esa 30 metrdan kam bo'lmagan joyda masofada o'rnatish kerak bo'ladi. Mana shuni choralarini qilish kerak. Keyingi savol, belgilangan yo'nalishda transport vositalariga qaysilar kiradi? Belgilangan yo'nalish transport vositasi deganda hozir bizda qolgani avtobus bo'lib qolgan, faqat boshqasi qolmagan. Avtobus bilan mikroavtobus, ya'ni gazellar bo'lib qolgan. Aslida avval trolleybus bilan tramvay ham kirgan. Demak, hammasi, ya'ni belgilangan yo'nalishlar bo'yicha harakatlangan avtobus, trolleybus, tramvay va shu yo'nalishli taksilar hammasi belgilangan yo'nalishli transport vositalari deyiladi. Ruxsat etilgan to'la vazni nima deyiladi? Bu avtomobilning o'zini yuksiz vazni, yuk bilan va odam bilan qo'shib hisoblagan vaznidan ruxsat etilgan to'la vazn. Bu narsani zavod kompaniya chiqarib beradi. Mana shu avtomobil yuk bilan odam bilan necha kilogrammgacha ko'tarish mumkin degan narsani chiqarib beradi kompaniya. Demak, aslahalangan transport vositasini ishlab chiqaruvchi korxona tomonidan belgilangan yuk haydovchi yo'lovchilar bilan birgalikda eng yuqori vazniga o'lchovga aytilar ekan. Yondosh hudud bu nima? Yondosh hudud bu mana hududlardan, mana bu yonilg'i quyish shoxobchalaridan, mahallalardan chiqadigan joylarga yondosh hudud deyiladi. Mana bevosita yo'lga tutashgan bo'ladi. Transport vositasi o'tib ketish uchun mo'ljallanmagan, hududga demak yondosh hudud deyilar edi. Chorraha bu yo'llarning o'zaro bir safida kesishadigan, tutashadigan, ayblaydigan joyga chorraha deyiladi. Mana savol, yonilg'i quyish joyidagi yo'lga chiqish chorraha hisoblanadimi? Hisoblanmaydi. Mana bu. Chunki bu yondosh hududga kiradi. Mana yondosh hudud bevosita yo'lga chiqadigan, tutashadigan transport vositalari o'tib ketish uchun mo'ljallanmagan hudud, hovlilar, mahallalar, joy jahlari, virgul, transport vositasi to'xtab turish joylari, zapravkalar, yonilg'i quyish shoxobchalari. Demak, yonilg'i quyish shoxobchasi yondosh hududga kirar ekan. Korxona va shunga o'xshashlar. Endi savol, yonilg'i quyish joyidan yo'lga chiqish chorraha hisoblanadi desa, to'g'ri javob hisoblanmaydi degan javob to'g'ri bo'lar ekan. Bular chorraha hisoblanmaydi. Yetarli ko'rinmaslik deganda nima tushunarsiz? Yetarli ko'rinmaslik tuman tushganda yoki yomg'ir, qor va hokazo sharoitlarda, shuningdek yo'lning qorong'uning g'ira-shira vaqtida yo'lning ko'rinishi 300 metrdan kam bo'lishiga bu yetarli ko'rinmaslik deyiladi. Quvbutish nima? Quvbutish bu qarama-qarshi bo'lakka chiqib ketib, oldinda o'tayotgan transport vositasidan o'zib ketish va turgan bo'lakka qaytib kelish, bu quvbutish deyiladi. Eslab qolinglar, quvbutish har doim ikki polosali yo'lda bo'ladi. Demak, albatta встречныйga, ya'ni qarama-qarshiga chiqib, yana qaytib kirish kerak. Endi qarama-qarshiga chiqishdan o'zining talabi bor. Oldindan kelayotgan transport vositasi yo'qligiga ishonch hosil qilgandan so'ng. O'zib ketish nima desa, mana o'zib ketish, quvib o'tishni bildingizlar. Demak, qarama-qarshi обязательно chiqish kerak ekan va u narsaga yo'l chiziqlari ruxsat berish kerak ekan. Mana yo'l chiziqlari ruxsat berish kerak ekan va yo'l belgilari ruxsat berish kerak ekan. Bu yerda ham xuddi shunaqa yo'l belgilari ruxsat bersagina, yo'l chiziqlari ruxsat bergan qarama-qarshiga chiqilar edi. Lekin bu hozir 4 ta polosada chiqib bo'lmaydi. Obgonga faqatgina obgon, ya'ni quvib o'tish 2 polosada ruxsat etiladi. Hozir bu yerda yo'l chizig'i ruxsat bergani bilan 4 polosaga chiqib bo'lmaydi. Uni qoidalarini keyinroq o'tamiz. Lekin oldinda ketayotgan transport vositasidan uzoqroq, ortiq tezlikda harakatlanishimiz bu o'zib ketish deyilar ekan. Mana transport vositasini bitta yo'nalishdagi transport vositasidan tezligidan ortiq tezlikda harakatlanishimizga, demak bu o'zib ketish deyilar ekan. Piyodalar yo'lkasi bu nima? Piyodalar yo'lkasi bu bilan adashtirgan. Mana bu piyodalar yo'lkasi deyiladi. Mana bu piyodalar yo'lkasi ko'k rangda, bu bilan adashib qolgan. Bu piyodalar o'tish joyi deyiladi. Piyodalar yo'lkasi demak bu piyodalar uchun harakatlangan, mo'ljallangan transport vositasi harakatlangan, piyodalarning harakatlanishi uchun mo'ljallangan va transport vositalari, ya'ni velosiped dan tortib avtomobilgacha bo'lgan transport vositalari harakatlanishi mumkin bo'lmagan joyga, taqiqlangan joyga bu piyodalar yo'lkasi deyiladi. Piyodalar yo'lkasi, piyodalar o'tish joyi deydigan bo'lsa, bu 516.1, 516.2 va 1.1.1, 1.1.3 yo'l chiziqlari ajratilgan bo'lak bo'ladi. Mana piyodalar o'tish joyi. Faqat o'rni almashib qolibdi bu yerda. Keyingisi, yo'l transport hodisasi nima? Yo'l transport hodisasi bu transport vositalarining yo'lda harakatlanish jarayonida ro'y beradigan fuqarolarning halok bo'lishiga yoki sog'liqlariga zarar yetishiga yoki transport vositalari, inshootlarning yuklarining shikastlanishi yoki boshqa moddiy zarar yetishiga sabab bo'lgan hodisaga yo'l transport hodisasi deyiladi. Yo'l harakatining xavfsizligi kim ta'minlaydi? Yo'l harakatining xavfsizligini transport hodisalarining kelib chiqish va sabablarini oldinga olish va ularning og'ir oqibatlarini kamaytirishga qaratilgan faoliyatga, demak bu yo'l harakatining xavfsizligini
ta'minlash faoliyati deyiladi. Avtomobillarning bir qator bo'lib harakatlanayotgan yetarlicha keng bo'lgan yo'l chiziqlari bilan belgilangan yoki belgilanmagan yo'lning qatnov qismining qanday bo'lama bo'lagi nima deb ataladi? Demak, bu to'g'ri javob harakatlanish tasmasi deb ataladi. Majburiy to'xtab qolish deganimizda mana quyidagi izoh va atamaga tegishli texnik nuqson, tashilayotgan yuk, haydovchiga yo'lovchining holati, yo'lda biror bir to'siq tufayli xavf yuzaga kelganda, yo'l yoxud ob-havo sharoitiga bog'liq holda transport vositasini harakatini to'xtatishga bu majburiy to'xtatish deyiladi. Imtiyoz atamasi nima? Imtiyoz atamasi bu mo'ljallangan yo'nalishda boshqa yo'l harakati qatnashchilariga nisbatan oldin o'tish huquqi. Nima degani mo'ljallangan yo'nalish? Masalan, kimdir o'sha imtiyozi bor, kimdir oldin o'tadi. Kimda yo'l belgisi bo'ladigan bo'lsa, o'sha birinchi o'tadi. Masalan, mana bu yerda hozir ko'rishimiz mumkin, tepalikka chiqayotganimizda imtiyoz bizada bor. Demak, imtiyoz bizada, demak, birinchi o'tib ketamiz. Pastga tushayotgan kutib turadi. Endi katta yo'lga tutashamiz, hozir imtiyoz bizada yo'q. Katta yo'ldan kelayotgan odam birinchi o'tib ketadi. Bu yerda agar teng ahamiyatli chorraha bo'lsa, bu yerda imtiyoz bizada bo'ladi deb o'ng tarafdagini o'tkazish kerak bo'ladi. Yondosh hududdan yoki sekinlanish bo'lagidan, tezlanish bo'lagidan chiqadigan bo'lsa, bu уже imtiyozini yo'qotadi. Imtiyoz bunda bo'ladi. Mana bunda ham imtiyoz bor, chunki imtiyoz belgilari bu asosiy yo'ldagilarni belgilab qo'yasiz. Birinchi asosiy yo'ldagilar birinchi o'tadi. Yo'l harakat qoidalariga ko'ra yo'l belgilari nechta guruhga bo'linadi? Demak, 7 ta degan javob to'g'ri bo'lar ekan. Mexanik transport vositalari bu dvigatel bilan harakatga keltirilgan transport vositalariga, demak, mexanik transport vositasi deyilar ekan, bu mopeddan tashqari. Bu atama barcha traktor va o'zi yurar moslamalarga ham taalluqlidir. Endi demak, bu traktorlarda, keyin qishloq xo'jaligi avtomobillariga mexanik transport vositalari deyilar ekan. Hozirda hattoki bu narsaga mexanik transport vositasiga elektromobil ham kiradi. Aholi punkti nima? Aholi punkti mana 522 dan boshlanadi. Mana 523 aholi punktining tugashi, 524 aholi yashash punktining boshlanishi, 525 aholi yashash punktining oxiri. Kirish-chiqish joylari 522 dan 525 gacha bo'lgan belgilangan hududga demak aholi punkti deyilar ekan. Yo'l harakatining xavfsizligini ta'minlash nima? Boya aytdik, bu yo'l harakati hodisalarining kelib chiqish sabablarini oldini olishga va ularning og'ir oqibatlarini kamaytirishga qaratilgan faoliyatga yo'l xavfsizligini ta'minlash deyilar ekan. Imtiyoziyat atamasini hozirgina o'tdik, bu savollar takrorlanib keladi. Mo'ljallangan yo'nalishda boshqa yo'l harakati qatnashchilariga nisbatan oldin o'tish huquqiga demak imtiyoz atama deyiladi. Harakatlanish tasmasi, buni ham o'tdik sizlar bilan boya. Bu demak transportning to'la vazni ham o'tdik. Buni ham o'tdik. Qaysi transportlar yo'nalish transportlari hisoblanadi? Boyaga aytgandek, belgilangan yo'nalish transportlari bekatlari bo'lgan yo'lovchi tashish uchun mo'ljallangan umum foydalanishli transport vositalari, trolleybus, tramvay, avtobus va yo'nalishli taksilar bilan belgilangan yo'nalishli transport vositalari deyiladi. Hop, quyidagi javoblardan qaysi birida yo'lovchi atamasini to'g'ri ko'rsatilgan? Yo'lovchi bu transport vositasini haydovchidagi tashqari shaxs, shuningdek transport vositasiga kirayotgan, undan yoki chiqayotgan, transport vositasidan chiqayotgan, undan chiqayotgan shaxsga demak bu yo'lovchilar deyilar ekan. To'siq nima? To'siq bu yo'lning qatnov qismida harakatsiz holda bo'ladigan qismga, ya'ni harakatsiz holat deganda mashina, avtomobil nimadir turibdi, yo'lda to'siq turibdi, o'sha narsa to'siq deyiladi. Ya'ni qimirlamayapti, harakatlanmayapti. Bu narsa to'siq hisoblanadi. Qayta tizilish nima deydi? Bu bo'lakdan bu bo'lakka va bu bo'lakdan bu bo'lakka o'tish bu qayta tizilish deyiladi. Ya'ni dastlabki harakat yo'nalishini saqlagan holda o'z harakatlanish tasmasidan boshqa harakatlanish qatoriga o'tish bu o'zi anaqa deyiladi, ya'ni qayta tizilish deyiladi. To'xtash nimaga aytiladi? To'xtash deb, demak, xavf atamasini ko'rmadik. Xavf atamasi bu yo'lning harakati xavfsizligiga soluvchi har qanday omil, bu to'siq bo'lsin, bu piyodalar bo'lsin, bu narsa xavf deyiladi. To'xtash nima? To'xtab turish nima? Qaranglar. To'xtash bu umuman to'xtashimiz mumkin emas, to'xtab turishimiz ham mumkin emas bo'ladi. Ya'ni 10 daqiqagacha bo'lgan muddatga to'xtatish bu to'xtash mumkin, to'xtash degan ma'noni anglatadi. Mana bu to'xtash taqiqlanadi bilan to'xtab turish taqiqlanadi belgisi. Demak, avtomobilimizda 10 minut biror narsaga kirib chiqmoqchi bo'lsak, shu znaklar bo'lmaydigan bo'lsa, demak bu ruxsat etiladi. Ruxsat etilgan zona bo'lsa agar. To'xtab turish nima desa, transport vositasini yo'lovchilarni chiqarish yoki tushirish va yuk ortish ishlari bilan bog'liq bo'lmagan deyapti. Prosta tak ular bilan bog'liq bo'lmagan hollarda harakatni 10 daqiqadan ko'proq vaqtga atayin to'xtatishga, 10 minutdan ko'proq atayin to'xtatish, parkovka qilib ketish bu to'xtab turish deyiladi. Demak, to'xtash mumkin emas, umuman to'xtolmaysiz.
to'xtab tura olmaysiz, to'xtay olmaysiz, to'xtab tura olmaysiz. To'xtab turish mumkin emasda, siz 10 daqiqagacha nima qilishingiz mumkin ekan? To'xtashingiz mumkin ekan. 10 daqiqadan ortiq bo'lsa, o'sha jarima yozilar ekan. Tushunarli? Qaysi javobda avariya holatini yuzaga keltirish atamasi to'g'ri ko'rsatilgan mana. Yo'l harakati qatnashchilari harakat yo'nalishini tezligini keskin o'zgartirishga, shuningdek o'z xavfsizligini yoxud boshqa fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, o'ziga choralarni ko'rish majbur qilish bu avariya holatini yuzaga keltirish deyiladi. Qaysi javobda guruhlarning ketma-ketligi ko'rsatilgan? To'g'ri javob ikkinchisi ogohlantiruvchi, imtiyoz, taqiqlovchi, buyuruvchi, axborot ishora va ko'rsatkich va qo'shimcha axborot ishoralar demak bu ketma-ketlik bo'ladi. Ushbu qora transport vositasining haydovchisi yo'nalishini o'zgartirish bilan qanday nomlanadi? Qanday nomlanadi bu? Поворотni birdan o'zgartirib yubordi. Manevr qilish degani o'ngga chapga razворот qilish degani, bilasizlar? Bo'laklar sonini o'zgartirish degani, ya'ni bu bo'lakdan bu bo'lakka o'tdi degani. Xavfli harakatlanish degani, juda ham xavfli harakatlanish. Keyingisi avariya holatini yuzaga keltirish, keyingisi barcha javoblar to'g'ri. Avariya holatini yuzaga keltirish deyiladi, to'g'ri. Avariya holatini yuzaga keltirish deyiladi. E'tiborlar uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha.